Good afternoon. Biz bu yerda telemeditsina xizmatlarini ham joriy etmoqdamiz. Endi bemorlar shifokorlarimiz bilan masofadan turib onlayn maslahatlashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kelgusida bizning yana bir katta rejamiz bor. Bu O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qilib, yosh shifokorlar uchun o'quv va malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yishdir. Yana bitta yangilik. Endilikda o'zbekistonlik bemorlar plastik jarrohlik uchun Hindistondagi klinikalarimizga borishga hojat yo'q. Chunki eng malakali plastik jarrohlarimizdan bir nechtasi shu yerning o'zida faoliyat olib bormoqda. I mean, those patients can be